Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 5-may. Mana bu uzumlarni payvand qilganimizga ham 15 kuncha bo'lib qoldi. Mana natijasini ko'rishingiz mumkin. Ancha o'sib qoldi. Mana shu tupimizga hop bitta payvand, ikkita, uchta, to'rtta, 5ta ulaganmiz. Bir tupimizga 5ta ulagan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu ham ko'kargan. Bunisi ham ikkita bo'ldi. Bunisi 3ta. Hop, bunisi 4ta. Bunisi 5ta. Bitta tupimizda 5ta ulagan bo'lsak, shuning 5alasi ham hozircha ko'kargan. Natija shunda yomon emas. Hop, 100% ko'kargan. Lekin hamma uzumda ham bunaqa 100% ko'karmaydi baribir. Bitta ikkitasi ko'karmay qolishi mumkin. Mana bunisida ham mana ko'karib turibdi. Bu yog'ida bitta shoxi navdasiga payvand qilgan ekanmiz. Bu taraflarda yo'q. Hop. Bunisi avatar uzumi. Mana bunisi ham endi ko'karyapti. Hop. Yaxshi ko'rinmayapti. Negadir yaxshi ko'rinmayapti kamerada. Mana bu tomondan olib ko'ramiz. Mana endi ko'karib chiqyapti. Men buni so'radim shunaqa mana. Xudoga shukr, yomon emas natijalar. Bular ham endi ko'karishni boshladi. Xo'p, bir 10-15 kun bo'lib qoldi bularga payvand qilganimizga. Endi harakatlanishni boshlayapti. Bog'imizda suv ocha olmadik. Chunki ariqda suv yo'q. Shuning ta'siri ham bo'lyapti. Yaxshi yurishmayapti. Suv yo'q bo'lganga. Iloji bo'lsa payvand qilgandan keyin shu kuni suv ochish kerak. Shunda tutish ham yaxshi bo'ladi, ko'karish yaxshi bo'ladi. Iloji bo'lsa bizda mana ariqda suv bo'lmagandan keyin suv ochishning imkoni bo'lmadi. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like va podpiska esdan chiqmasin.